أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen Tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 239. ayete keldik. Bu ayette yani şu talak alakadar ahkamlar sözündeken ilgirki ayetlerindeki devam emdi. Allah Teala şundak deydi. Estaizu billah. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Sizlerning ishinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qolganlar, ularning yana ayollarininki bir yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uyidan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egalariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bu oyat hamda ilgirki oyat bilan hukmi amaldan qoldirilgan ekan bu oyatniki. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ degan sizlarning ishinglardan vafot bo'lib ketib, ayollarni qoldirib qo'yganlar. Vasiyat qilsin, vasiyatan. Yeni bir qiraatda vasiyatun deb o'qilgan ekan. O chog'da vasiyatun alayhim degan bo'ldi. Ya'ni vasiyat ularning ustiga vasiyat qilish vojibdir degan bo'ldi o chog'da. Li azvajihim, ya'ni erlari uchun vasiyat qilish vojib bo'ldi. Erlari shu o'ziniki merosxo'rlarga ayollarga mundaq qilinglar deb vasiyat qilib qo'ysin demoqchi. Mata'an, ya'ni ularning yemak-ichmak, kiyim-kechkini, ular ehtiyojli bo'lgan manfaatlanadigan shu yemak-ichmak, kiyim-kechkini berish to'g'riliq vasiyat qilsin. Mata'an degan shu. Ilal havli, ya'ni bir yilgacha. O'sha odam o'lib ketgandan tortib, oni shu kutishi vojib bo'lgan, shu muddat kutishi vojib bo'lgan muddat hisoblangan shu o'lib ketgan vaqtidan tortib bir yil to'shqicha demoqchi ekan. G'ayra ixroj, ya'ni bu holdir deydi. Shu o'zi turayotgan uydan chiqarilmasligini shuni nasihat qilsin. Agar ular o'zlari chiqib ketib qolsa, shu bir yilgacha bo'lgan oraliqda bir yil to'shqicha u ayollar o'zlari xohlab uydan chiqib ketgan bo'lsa, siz meyitning egalariga, ya'ni sizlarga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir narsadaki qildi u ayollar o'zlari haqida shariatga uyg'un qilgan ishlarda gunoh bo'lmaydi. Ya'ni zinnatlanishga o'xshash, qorliq tutishni tark etganga o'xshash va ulardan nafqani uzib etsa, masalan, bu ishlarda gunoh bo'lmaydi. Vallohu azizun hakim. Alloh taolo o'zining mulkida azizdir, ya'ni g'olibdir. O'zining qilgan ishlarida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Bu oyatda deyilayotgan vasiyat bo'lsa, amaldan qoldirilgandir miros oyati bilan. Miros oyatida masalan, shu ayolga yo 4dan biri yo 8dan biri tegadigan ahvollar bor endi. Eri qoldirgan mirosninki 4dan biri yoki 8dan biri tegadigan boshqa ahvollar bor. Sura Nisoda bayon qilingan. Shu oyat bilan ma oyatning hukmi amaldan qoldirilgan deydi. Va tarabbusul havli, endi bir yilgacha kutib turish kerak degan gap bor oyatda. Bu hukmmi amaldan qoldirilgandir arba'ati ashhurin va ashra degan oyat bilan. Ilgari bayon qilingan eri o'lib ketgan ayollar 4 oy 10 kun kutish kerak degan to'q. Shu hukm bilan ma hukmi amaldan qoldirilgan deydi. Arba'at ashhuri va ashra degan oyat tartib jihati 5 kelgan bo'lsa-mu, lekin nozil bo'lish jihatda ma oyatdan keyin nozil bo'lgan demoqchi ekan. Va sukna thabitatun laha 'inda Shafi'i. Lekin shundadimi Shafi'i mazhabda u ayolning turalg'usi vojib bo'ldi o'sha ayol uchun. Shu miyitning erninki va mirosxo'rlari ayolninki turalg'u joyini ta'minlab berish kerak demoqchi ekan. U mansux bo'lib ketmagan demoqchi. Shafi'i mazhab shunday ekan.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Hem talak kılıngan ayollar üçün ularga bir narsa berish kerak yaxshilik bilan imkoniyatining miqdori bo'yicha. Yani talak kılıngan ayollarga qoida bo'yicha nafqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir deb atadi. U nafiqani har odam o'ziniki imkoniyati miqdorda berish kerak ekanida. Bu taqvodorlarga qilingan bir haq ishdir. Taqvodorlar o'tashga tegishli bir ishdir. Haqqan degan aşağıdaki muqaddar bir fe'l bilan nasb o'qilgan. Yani haqqa haqqan demoqchida bu yerda. Beshida shu haqqa yoki yahiqqu degan bir fe'l muqaddar bor. Alal muttaqin, yani Alloh taolodan qo'rqqanlarga, qo'rqadigan kishilarga. Buni ilgirki oyatda va an ta'fu aqrabu lit taqvo deb bir qatim o'tganda. Sizlarning o'zaro kechirim qilishinglar bu taqvodorlikqa yaqindir deb shu taqvodorlikqa aloqador bir gap o'tgan. Bu yerda yana buni takror aytilishi ma hukmninki jimo qilingan ayollarni o'ziga erish uchun ashta takror keltirgan deydi. Ya'ni jimo qilib uningkin taloq qilingan bunda ayollar bo'lib qolsa, ashlarga nisbatanmi ularninki nafaqasini berish kerak deb ma'ni mush hukmni o'ziga erish uchun mushada haqqan alal muttaqin deb takror keltirdi demoqchi. İlgirki oyat bo'lsa, jimo qilingan ayollar haqida kelgan deydi. Kedalike, şunga o'xshash. Yine Alloh taolo shu zikr qilingan ahkomlarni bayon qilganga o'xshash bayon qildi Alloh sizlar uchun oyatlarni sizlarning tafakkur qilishinglar uchun, tadabbur qilishinglar uchun. Xo'sh, endi mana taloqqa aloqador oila ishlarga aloqador bo'lgan ahkom oyatlari tugagan bo'ldi ma suradagi. Endi keyingi oyatda Alloh taolo boshqa bir ahkomni bayon qildi ekan endi. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني ألم ترى ديگن استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده. Anını kiyinki gapni anglashga bir qiziqtirish va uningga ishtiyahni qo'zg'atish maqsadidagi bir istifhom so'zi. Yani sen ko'rmadingmi? Ee, Yani özleri minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlaridan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi, ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Yani yantahi ilmuka, sening ilming yetmadimi? Şunda bir kishilarga chiqib ketdilar yurtlaridan, holbuki ular minglarcha insonlar edi. Bir qarashda 4 ming, yana bir qarash 8 ming, yoki 10 ming, yoki 30 ming, yoki 40 ming, yoki 70 ming deb mushlar deyilgan edi. Mushundaq jiq odamlar ekan chiqqanda. Mushlar turuqliq ular o'limdan qo'rqib yurtlaridan chiqib ketdi. Ular bo'lsa Bani Isroilning ichidagi bir qavm bo'lib, ularning yurtida vabo yuz bergan edi. Ular vabo yuz bergandan keyin uni qo'rqib qochib ketgan. Qochib ketgandan keyin etti Alloh taolo ularga o'linglar dedi, ular o'lib ketdi. Ondan ularni tirildirdi. 8 kundan keyin yoki undan ko'proq vaqtdan keyin deydi. Ularning payg'ambari Hizqil alayhissalomninki duosi bilan shuna tirildirilgan debdi. Ne Hizqil degan harfininki kasrasi bilan qofning kasrasi bilan zo harfining sukuni bilan o'qildi deydi. Ular ma'lum bir mezgil yashidi. Halbuki ularning ustida o'limning ta'siri bor holatda ashna yashagan deydi. Bir qatim o'lib bo'lgandan keyin Alloh taolani qaytarildi deb payg'ambarning duosi bilan shunda tirildirilgan bo'lsa-mu, ular ustida o'limning ta'siri bor holatda ashna yashagan deydi. Ular bir kiyimni kiymaydi, kiyib qolsa, u kiyimi kepengdek bo'lib qoladi. Bu ahvol ularning qabilalarida davomlashgan. Haqiqatan Alloh taolo insonlarga fazilat egisidir, marhamatlikdir. Oshning qatoridan mushu marhamat qilganligining qatoridan oshlarni tirildirganligi. Lekin insonlarning ko'pinchisi, ya'ni kofirlar shukr qilmaydi. Bu yerdagi maqsad nima desa,
Oyatda deyilayotgan hukmdan nima maqsad qilingan desa, oshlarning xabarlarini zikr qilish orqali mo'minlarni Alloh yo'lida urush qilishga qiziqtirishdir. Yine sizlar o'limdan qo'rqib yaqin qechib ketsanglarmi, yine siz baribir Allohning sizlar peshonanglarga bitgan taqdiri hamon yetadi. Shuni sizlar taqdirga ishonishingiz kerak demoqchi. Mush oyat binoan yine insonning umri, taqdir, balo qazo, kasalliklar hammasi Alloh taoloning qo'lida degan bir hukmni bilib olamiz. Mush oyatdan hozir. Mush taqdirga imo etish vojib. Biz har qancha bir ishga ehtiyot qilsakmi, oldin bir ehtiyot qilgan tadbirlarni qo'llansakmi, bu Allohning taqdiridan hech narsani behojat qilinmaydi ekan. Hech narsani behojat qilinmaydi. Lekin e, taqdir biz har qancha bir sabablarni sabablarni qilsakmi, tadbirlarni ishlatsak Allohning taqdirini hech narsani behojat qilinmaydi ekan deb sabab qilmay o'tiraverish yana xato. Lekin biz oldin taqdirimizniki qanday bo'lganligini oldin bilamaganligimiz uchun e, biz sabablarni qilamiz, nurg'un mundoq planlarni tuzib ish harakatlarni qilamiz. Shunday qilsakmi yana keyin e, bu bizning ishimizning natijasi boshqacha bo'lib qolsa, Allohning taqdiri shunday ekan deb o'sha chin tutish kerak. Taqdirga himoya etishimiz odamni. Aslida men mundoq qilgan bo'lsam, mundoq bo'larkan qilmasmi deb voh deyish bu to'g'ri emas. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah yolda urush qilinglar. Bilinglarki Alloh taolo hemen anglab turguchi, bilib turguchi zotdir. Yine Allah yo'lida Allohning dinini ustun qilish uchun urush qilinglar. Bilinglarki Alloh taolo sizlarning so'zlaringlarni anglab turguchidir. Alimun. Sizlarning ahvolinglarni bilib turguchidir. Shuning qarta sizlarga jazo yoki mukofot berdi, berguchidir. Famujazikum. Undan kim men zellezî yuqridullaha qardan hasana qardan hasanan feyudâ'ifahu lehu ed'afen kesîra vallahu yakbidu ve yebsutu ve ileyhi turca'un. Kim Alloh taologa qarzi hasana beradi? Shunda qilsa Alloh taolo uningga noiti ko'p asrab uni qaytarib beradi. Kimki Allohga qarzi hasana beradi ekan, ya'ni Allohning yo'lida pul bilan xushallik bilan sarf qiladi ekan, Alloh uningga nech hassa, ya'ni 10 narsadan 700 hassagacha ko'p qaytarib beradi. Alloh sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh taologa kim qarz berib turdi degan gap Allohning yo'lida pul milini chiqim qilish bilan Alloh qarz berib turdi deganlik bo'ldi. Qardan hasana, ham qarz berib turish buning turi bor hamda. Bunda normal qarz berib turish, yaxshi qarz berib turish, bu yerdagi qarzdan deyilayotgan gap qarzi hasana. Ya'ni yaxshi qarz, nihoyat go'zal qarz. Qanday desa, buni chin qalbidan rozi bo'lish orqali Alloh taoloning roziligi uchun nafiq qilish bilan, chiqim qilish bilan mushta qarz beradi deganlik bo'ldi. Fayudaifahu. Yana bir qiroatda fayudaifuhu deb o'qilgan ekan. Tashdid bilan. Alloh taolo uningga qaytarib beradi necha hassa. U narsadan 700 hassagacha deydi. Ashta qaytarib beradi. Vallohu yaqbidu. Alloh taolo rizqni xohlagan bandasidan sinash uchun rizqini uni tutib oladi, tar qiladi va xohlagan bandasini imtihon qilib, uni sinab rizqini kengri qiladi. Yine rizqninki kengri bo'lishi, tar bo'lishi, mushning hammasi Alloh taoloning bir siniqi. Allohning taqdiri bilan bo'lib o'tgan ishlar demoqchi. Allohning dargohiga qaytarilsizlar oxiratda. Yine Alloh taolo sizlarni qayta tildirish bilan Allohning dargohiga qaytaradi. Shu chaqda sizlarning amalinglarga yarasha jazo yoki mukofot beradi. Mana shu qarzi hasana to'g'risida
Bir hadis var ekan endi. Mush hadisninki ma oyat nozil bo'lgan chog'dagi bo'lgan voqea ekan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shundoq degan deydi. Mushu man zallazi yuqridulloha qardan hasana degan oyat nozil bo'lgan chog'da Abu Dahtah al-Ansari roziyallohu anhu shunday degan ekan. Ey Allohning payg'ambari, Alloh taolo bizdan qarz berishni maqsad qilib o'tamdi deb so'ragan chog'da payg'ambar alayhisalom shundoq ey Abu Dahtah dedi. Shuning bilan Abu Dahtah dediki, ey Allohning payg'ambari, menga qo'lingni ko'rsatgin, menga qo'llarini ko'rsatsizlar, qo'llarini ba'sizlar degandan keyin payg'ambar alayhisalom qo'lini shundoq sundi. Undan keyin Abu Dahtah roziyallohu anhu dediki, men Parvardigorim azza va jallaga paloni beg'imni, bo'stonliqimni qarz berib etdim deb shuni degan ekan. Holbuki u bog'ning ichida 600 dona xurmo bor edi deydi. Va u bog'ning ichida yana uning u shu sahobaning ayoli Ummu Dahtah va uning oil tavobati hammasi bor ekan. Shu gap bo'lingandan keyin Abu Dahtah roziyallohu anhu shu berib kelib ayoliga debdi, ey Ummu Dahtah deb nido qilgandan keyin xo'sh nima deylar deb ayoli javob qaytargandan keyin Abu Dahda radhiyallohu anhu debdi, bog'dan chiqib keting. Men beg'imni Alloh azza va jalla uchun qarz berib etdim deb shuni degan ekan. Bu Alloh taoloning yo'lida qarzi hasana berish mana mushtaq bo'ladi. Mu'min degan endi Alloh yo'lida mushta pul mol chiqim qilishga to'g'ri kelgan vaqtda kim qalbi bilan rozi bo'lib, shunda pul mol xashiya olsa, nafiq qila olsa, bu dunyoligini ham topadi, u dunyoligini topadi. Alloh taolo bu dunyoda hasilab qaytarib berdi ekan, oxiratda uning mukofoti jannatda oliy martabadan qozonish bo'ladi. Endi bu oyatdan biz bilib olgan yana bir hukm Alloh yo'lida chiqim qilish deydi. Alloh taolo mu'minlarni jihad qilishga va haq ustida urush qilishga buyurdi. Endi Alloh yo'lida urush qilish degan nurg'unlagan nafqiga, chiqimlarga muhtoj bo'lgan narsa. Bu Alloh yo'lida chiqim qilishninki savobi nihoyat cho'ngdir. Xuddi Osmon roziyallohu anhu Jayshul Usra deb atalgan qiyinchilik holatdagi urush deb atalgan shu urushda o'zining nurg'un pulmonlarini chiqim qilib, shu qo'shinni tayyorlab jihodga otlandiganga o'xshash deydi. Endi vaqatilu fi sabilillah degan mushu oyat, mushu Alloh taolaning so'zi butun Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati uchun Alloh yo'lida urush qilishga qarata bir xitobdir deydi. Bu qital degan Allohning kalimasini ustun qilish uchun ustun qilish shu niyat qilingan urush bo'lsa, bu haqiqiy Alloh yo'lidagi urush bo'ladi deydi. Endi yana bir biz bilib olgan hukm qarzni vaqtida ado qilish. Ham qarz olgan odam qarz berguchiga qarzini vaqtida qaytarish vojib bo'ladi debdi. Chunki Alloh taolo Alloh yo'lida chiqim qilganlarga Allohninki dargohida buning zoyi bo'lib ketmaydiganligini, Alloh taolo uningga savobini aslab qaytarib turganligini qat'iy va'd qildi. Lekin buning mukofotini qanday bo'lganligini mubham keltirib qo'ydi deydi. Demak, Alloh taologa biz qarzi hasana bersak, Alloh taolo bizga uni qaytarib berdi ekan. Shunday bo'lgan ekan, insonlar orasidagi o'zaro ilm berim ishlardimi uni qaytarib vaqtida qaytarish vojib bo'ladi debdi. Bir xabarda shunday kelgan deydi. Alloh yo'lida nafiq qilish u 700 hassa yoki undan ko'proq darajagacha hassanadi deyilgan ekan. Hem biz hadisdan mushu oyatlarni bilib olgan yana bir hukm qarz berib turishniki savobi nihoyat kattadir deydi. Chunki bu qarz berib turish degan musulmonning bir musulmonninki qiyinchiligini hal qilish va uningga bir osonlik yaratib berish bo'lganligi uchun buning savobi nihoyat katta ekan. Hadisda shunday kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, men Isro qilingan kechasi, ya'ni Makkadan Baytul Muqaddasga bir kechada elib berilib va shu kechada 7-chi osmongacha elib chiqilgan payg'ambarimiz. Va shu kechada deydi, jannatning eshigida shunday bir yiziqli xatni ko'rdim debdi. As-sadaqatu bi 10 amsalha val qardu bi 18. Ya'ni sadaqaning savobi 10 hassagacha bo'ladi, 10 hassa savob bo'ladi, qarzning savobi 18 hassa bo'ladi deb yiziqlikkan deydi. Shundan men Jibrilga dedim,
Bu qandoq gap? Qarz bu sadaqani afzalmi desam, Jibril alayhissalom dediki, shundoq, chunki so'rg'uchi degan. Sadaqa olgan odam birisidan so'rab olgan gap endi. Shunga bunda so'rg'uchi, so'rab qarz olg'uchi, u ba'zida o'zining endi botirlikni so'rab qoladi deydi. Lekin qarz olg'uchi bo'lsa, o'zining endi bo'lmaganligi uchun faqatla hojat tushib qolganligi uchun qarz so'raydi. Shunglashqa sadaqa bergandan qarz berib turganning savobi nihoyat ko'p degan mazmunda shunday gapni qilgan ekanman. Bu oyatlarning mazmuni shunchalik ekan. Alloh taolo bizlarni shu Qur'oni Karimning mazmunini taqim cho'nqilab tushunishimizga nisb qilsin. Hammalarga Alloh taolo manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.